Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamiko'z kanali va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Xullas, aka-ukalar, opa-singillar, musofirda yurgan barcha aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz va mo'min musulmon birodarlarimiz. Bugungi murojaatimiz o'ylaymanki juda ko'pchilikka manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Iloji boricha mana shu video ostiga bir donadan like bosib, videoni kengroq qo'llab-quvvatlasizlar degan umiddaman. Xullas, bugungi videoyimiz Rossiya territoriyasida yurgan barcha musofir aka-ukalarimizga bo'ladi. Yaqindagina bir video rolik ko'rib qoldim. Bu video rolikda registratsiya masalasi bo'yicha gaplashilgan. O'ylaymanki, mana bu video juda ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Iloji boricha mana shu videoni ko'rishda davom etinglar. Iloji boricha mana shu videoni o'zlaringizga, tanishlaringizga jo'natib qo'yishlaringizni sizlardan iltimos qilib so'rab qolgan bo'lardim. Yaqindagina Nasim Xolib YouTube ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritadigan Nasim akamizning kanallarida bir video rolik chiqdi. Video rolikda Sankt-Peterburg shahrida yurgan bir akamiz, o'zbek akamiz dokument masalasi bo'yicha shug'ullanar ekan. Mana shu dokument, registratsiya, patent, Rossiya pasportlari va hokazo boshqa davlat pasportlari bilan shug'ullanadigan akamizni yuzini ko'rsatmagan holatda video syomka bo'lgan. Mana shu video jarayonida registratsiya masalasida to'xtagan va registratsiya masalasida savollar berilgan. Registratsiya to'g'risidagi berilgan savollarni, berilgan javoblarni sizlarga qo'yib eshittiraman. O'zlaringiz eshitganlaringizdan keyin men sizlarga mana shu gapni uzunroq qilib, sizlarga kengroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Aka-ukalar, opa-singillar, iloji boricha musofirda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz iloji boricha aldanib qolmanglar. Hozirda Rossiya territoriyasida yurgan barcha musofir aka-ukalarimiz ko'ryapmiz, o'zimiz ijtimoiy tarmoq orqali, omma orqali Rossiyada bo'layotgan holatlarni, Ukraina bilan Rossiya urushi boshlangandan beri Rossiyada o'zbekistonlik musofirlarga nisbatan olib borilayotgan mana shunaqa katta reydlar va ularga bo'layotgan hurmatsizliklarni o'zlaringiz ko'rib boryapsizlar. Va hozirda eng ko'p savollarga va eng ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan narsa registratsiya va mana shu registratsiya bazadan chiqmayotganligi va juda ko'pchilik o'zbek bo'lib turib, o'zimizda o'zbek vatandoshimiz bo'lib turib, falshiviy dokumentlar taxlab odamlarni chesti deb sotadigan va o'sha chesti registratsiyaga pul olib, lekin falshivka registratsiya qilib yurgan mana shunaqa o'zbek akalarimizni bugun hamma sirlari fosh bo'ldi deb o'ylayman. Iloji boricha mana shu dokument masalasida, registratsiya masalasida posrednikka agar sizlar bog'lanadigan bo'lsanglar, juda ko'p joylarda registratsiya taxlaydigan o'sha posrednik akalarimiz registratsiyani olib borib, registratsiyaga qo'ydirib keladi. Faqatgina 3 kun bazada turadi. 3 kun bazada turadi, 3 kunlik registratsiyani olib kelib, bular 3 oyga cho'zib beradi. Va mana shu odamlar 5-6 ta odam o'sha odamlarning dokumentlarini yig'ib keladi. 30 ta 40 talab yig'ib kelgandan keyin mana shunaqa o'zbek akalarimiz ularga 5 so'm, 600 so'm, 700 so'm mana shu atrofdagi summalarga falshivka registratsiyalarni qilib beradi va mana shu 600 so'm, 700 so'mga sotilgan pullar bu registratsiya qilishga olgan odamlar bu registratsiyani odamlarga 15 ming, 14 ming, 16 ming, 12 ming mana shu har xil summalarga sotadi va mana shu musofirda yurgan akalarimiz go'yoki o'yladiki, bizning registratsiyamiz chesti, bizning registratsiyamiz bazadan chiqadi deb o'ylaydi. Lekin politsiya xodimlari to'xtatib ko'rilganda, dokumentlar tekshirilganda, u registratsiya bazada yo'qligi sababli bu musofir akalarimiz, musofir ukalarimiz va mana shu opalarimizga bularga administrativniy shtraf qo'llanadi va hozirda Rossiya territoriyasida bitta administrativniy shtraf bo'ldingizmi, o'sha ikkinchi marta agar administrativniy bo'ladigan bo'lsangiz, ikkinchi administrativniy shtraf bu degani avtomatik siz deport bo'lasiz yo zapretga kirasiz. Shunday ekan, musofirda yurgan barcha aka-ukalar, opa-singillar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar va bu videoni juda ko'pchilik ko'rgandir, balkim juda ko'pchilik ko'rmagandir. O'ylaymanki, ko'pchilik ko'rmagan bo'lsa, meni videoyimdan keyin mana bu video juda ko'pchilikka manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Iloji boricha befarq bo'lmanglar, o'zlaringizni, tanishlaringizga, qarindoshlaringizga va Rossiyada yurgan barcha musofirlarga ulashib qo'yishlaringizni sizlardan iltimos so'rab qolgan bo'lardim. Bir videoni ko'rsataman, Nasim Xolib kanalida chiqqan videoni iloji boricha diqqat bilan kuzatinglar va
mana shu video ostida o'zlaringizning fikrlaringizni video davomida yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Marhamat. Siz uchun vaqatron narsa, kimdir uchun pul. 1 million daromadli deganiga men просто qiziqib qolganim maqsad shu. Agar объявлениеga e'tibor qilgan bo'lsangiz, kamiga 1 million degan. Odamlar bor 5-10 million deb ekanlar. Qani qo'rqmaysizlar endi? Yo'q. Pul kam bo'lgan pullar qo'rqishingiz mumkin, pul ko'paygandan keyin qo'rqish yo'q. Yo'q. Mana shu registratsiyada, bu gaplashganimizga registratsiya masalasi. Bitta registratsiya necha pul qilyapsizlar? Bitta registratsiya agar dokumentchilar bo'layotgan bo'lsa 300 rubl 500 rubl. Originalmi? Original yo'q, original emas. Ularni o'zi 3 kunga qo'yib olib keladi. Biz faqat uni 3 oyga qilib cho'zib beramiz. U faqat 3 kun bazaga turadi. 3 kun bazaga turadi, 3 kundan keyin turmaydi. Bu yolg'onmi shu? Ha, u yolg'on bo'lgan bilan men o'zimni ishimni qilaman, qolganimni javob bermayman. 300 rubl bu 300 rubl eng kami 300 rubl. Endi har bitta qog'oz olib kelsa bironta, kimgadir 500, kimgadir 1000. Ko'proq olib kelsa, kolичествosiga qarab narx tushadi. Narxi o'yna eng kam past narxi 300 rubl. Eng patoloyi agar ko'p pala olib kelsa, bir 20 ta, 30 ta, 50 ta olib kelsa, 500 so'rashdan olib ketadi. Ko'chaga 1000 rubl. Ko'chadan agar bironta bosh aylanib kelib qolsa, registratsiya xabarini deganlar, ularga 1000 rubl. Yo'q, bu sonda 1000 dan 3000 gacha. Yo'q, shu vijdon bor-ku, hammada vijdon bor-da. Hammaga vijdon bor, lekin pulni ichiga kirib ketavergandan keyin hech nimadan qo'rqmay ham qolasiz. Hamma narsaga o'rganib ham qolasiz. Vijdon chekkasi qo'yib ishlayverasiz. Vijdon chekkasi odamlar qancha og'ir ahvolda ishlab yuribdi-da, shu hozir dokument qilish ham qiyin, ko'p kishi mendan so'raydi-da. Ko'p kishi, juda ko'p kishi menga aytadi. Yordam bering, biz aldayapti, dokumentimiz chiqmayapti. Men ana shu odamlarni qidirib yuribdim. Serozda, imini, men nechkisini ushladim, tan olmayapti, lekin hozir men material yig'yapman, dokazat qilib beraman. Xullas, aka-ukalar, videoni ko'rgan bo'lsanglar, men sizlarga endi qisqacha tushuntirib beraman. Bu akamiz dokument bilan shug'ullanadi. Bu akamiz o'ziga qanaqadir bir ofis ochib olgan. O'sha ofisga odamlar deganda posredniklar. Misol adashmasam bir 10 dan ziyod posredniklar registratsiya qilamiz deydi, Telegram gruppalarga, WhatsApp va boshqa gruppalarga biz registratsiya qilamiz deb nomerlarini qo'yadi va musofirda yurgan aka-ukalarimiz registratsiya bazadan chiqadimi deb so'rasa, albatta 100% bazadan chiqadi deb odamlarni aldab, mana shu musofirda yurgan insonlarni aldaydi-da, 14 ming, 15 ming, 16 mingdan pulini yig'adi-da, registratsiya qilib beramiz deb 3 kun, 4 kun vaqt ketadi deydi-da. Mana shu jarayonda dokumentlarni 50 ta, 60 ta yig'ib oladi-da, mana shunaqa insonlarni O'zbek akamizni oldiga olib borib beradi. Bu inson har bitta dokumentni 300 so'mdan qilib beradi, 300 rubldan. Bu qilib bergan registratsiya bazada 3 kun turadi. 3 kun turadi. 3 kundan keyin bu bazadan mutlaqo chiqib ketadi. Bu dokumentni o'sha 3 kundan keyin oladi-da, egasiga olib borib beradi. Egasi registratsiyam chesti deydi-da, ko'chada bemalol yuraveradi. Agar militsiyaga tushmasa, bu o'zini baxti. Agar militsiyaga tushib qoladigan bo'lsa, militsiyalar, politsiya xodimlari bular sani bazaga uradi kompyuterda. Bazada dalnidan chiqmagandan keyin bu falshiviy registratsiya bo'ladi. Liviy registratsiya. Bu liviy registratsiya uchun musofir akalarimizni, ukalarimizni politsiya xodimlari o'zini o'sha mo'ljallangan o'sha отделенияларga olib boradi va mana shu отделенияларда ularga nisbatan tegishli choralar ko'riladi va bularga nisbatan administrativniy shtraf qo'llanadi. Sababiki registratsiya falshiviy va baza danida yo'qligi sababli administrativniy shtraf qo'llangandan keyin o'sha bitta administrativniy shtraf bo'ldi. Agar ikkinchi marta ham agar mana shunaqa holat bilan tutiladigan bo'lsa, bu ikkinchi administrativniy shtraf bo'ladi. Hozirda Rossiya territoriyasida ikkita administrativniy shtraf bo'lgan bo'lsangiz, bilingki siz avtomatik deportsiz. Agar siz bitta shtraf bo'lgan bo'lsangiz, ikkinchi marta sizni agar tutib отделga olib keladigan bo'lsa, отделda sizda registratsiyangiz bazada yo'q bo'lsa, bilingki sizni ustingizga yana protokol tuziladi va protokolda sizga administrativniy shtraf qo'llanadi. Administrativniy shtraf
5000 rublni tashkil qiladi. Sizga onlayn orqali shtrafni to'latadi va sizga muhlat beradi. O'zing bilet olasanmi, yo'qmasa seni o'sha kerakli joylarga seni jo'nataylikmi? O'sha kerakli joylarda yotadi va vaqt soati bilan ularni O'zbekistonga uchirib yuboradi. Shunday ekan, musofirda yurgan aka-ukalar, opa-singillar, mana ko'rdinglar, o'zlaringiz guvohi bo'ldinglar. Juda ko'pchilik mana shu posrednik insonlar, posrednik odamlar, ana shunaqa odamlarni 40 talab, 50 talab odamlarni registratsiya qilib beraman deb pullarni oladi. 15 ming, 16 ming, 13 ming, 12 ming, hokazo har xil pullarga shu dokumentlarni oladi va borib 300 so'm, 400 so'm evaziga o'sha dokumentlarni qilib keltirib sizlarga 15 ming, 16 mingdan pullaydi. Va u registratsiya 3 kundan keyin ba'zida turmaydi. U 3 kun registratsiyani qilib keladi, registratsiya qilib kelgandan keyin 3 kun jarayonda registratsiya o'tiradi. 3 kundan keyin u bazadan chiqib ketadi. Undan yog'i o'sha musofirda yurgan aka-ukalarimizni sho'riga sho'rva to'kiladi. Shunday ekan, hozirda Rossiya territoriyasida yurgan barcha o'zbek aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz hozir Rossiya juda qiyin ahvolga tushib qolgan. Rossiya qiyin ahvolga tushmagan. Aynan musofir insonlarga, musofir odamlarga nisbatan bular o'sha jazolar qattiq qo'llanilyapti va katta reydlar ketyapti. Bu katta reydlarda juda ko'p musofir aka-ukalarimiz deport bo'lib O'zbekistonga jo'natib yuborilyapti. Deport 5 yildan 10 yilgacha o'sha Rossiya territoriyasiga kirishlik taqiqlanadi. Shunday ekan, musofir aka-ukalar, opa-singillar iloji boricha, imkon boricha harakat qilinglar registratsiyani chest qilishlikka va imkon qadar harakat qilish kerakki, bir insonni agar uyga qo'yiladigan bo'lsa, Rossiya fuqarolarini o'sha kvartirasiga, siz yashayotgan kvartiraga agar registratsiya qo'yiladigan bo'lsa, bu baza daniyadan chiqadi. Sizlar bemalol qo'rqmasdan yursanglar bo'ladi. Imkon qadar o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. O'ylaymanki, mana bu video juda ko'pchilikka manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Hozirda musofirda yurgan barcha aka-uka, opa-singillarimiz hech kim Rossiyaga o'ynagani yo boshqa narsada kelmaydi. Hammani niyati kimdir to'y qilish, kimdir uy olish. Va yana kimdir farzandini o'ylash, farzandini o'qishga solish va hokazo mana shunaqa bir problemalar bilan Rossiya territoriyasiga kirib ishlash uchun keladi. O'ylaymanki, mana shu musofirda yurgan barcha aka-uka, opa-singillarimizni Alloh taolo sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Iloji boricha imkon qadar chest registratsiyada va chest dokumentlarda yurishlaringizni sizlardan so'rab qolgan bo'lardim. Rossiya territoriyasida hozirda juda ko'p katta reydlar davom etyapti va musofirlarga nisbatan katta reydlar qo'llanilgan sababli katta o'sha deportatsiyalar va shunga o'xshash выдворение va zapretlar qo'llanilyapti. Iloji boricha o'zlaringizni ehtiyot qilasizlar. Sizlar bilan Jamik O'z kanali edi. Kelgusi roliklarimizda sizlar bilan ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim.